Tayyormisiz? Qo'yib yuboraymi? 1, 2, 3. Oba. Malibu 2 lyuks setkasi bor-ku, videoxani yomon ochib qo'yadi, aka. Luki bo'lgandan keyin Malibu setka qo'ydirib olsangiz bor-ku, videoxasi dodda xo'ja bo'ladi. Bitta vaqtda o'zida 3 ta mashinani katta proyektga olib qo'yganmiz. Undan bittasi qora Gentra. Buni ko'ryapsizlar, amerikankalar qoraytirilgan. Salondagi ishlarni ham sizga video davomida ulashib boramiz. Keyingi mashinalarni ham jarayonlarni sizga qo'yib boramiz. Xullas, Malibu laqabli Gentra bo'lyapti. Black Piano variantida tashqi ko'rinishi ham ichlari bilan. Keyingi videolarni ko'ramiz, ketdi. Bir vaqtda o'zida katta proyekt qilinayotgan mashinani ikkinchisi bu Cobalt avtomobili. GM'ning eng yumshoq mashinalaridan bittasi. Bardakka ahamiyat bermaysizlar, sizlarga live video ulashyapmiz. Jarayon hali ketyapti. Bu mashinamizning shumkalari bor, apparaturalari bor, mejigar, pejigar, monitor, xullas nima qilsa bo'lsa, hammasi shu mashinada mujassam bo'lyapti. Malibu bar, Malibu rul, tez monitor, Magicar 908 pultimizning originali, start stop. Xullas, bunda hali jarayon ketayotganini hisobiga mashina sal bardakroq. Tayyor bo'lgandan keyin ham sizga videoni ulashib boramiz. Birinchi bitta vaqtda tuning bo'layotgan 3 ta mashinani birinchisi Gentra bo'ldi, ikkinchisi Cobalt, uchinchisi ham Gentra. Xullas, sizlarga ham eng kачествоda premium xizmatda tuning xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Elite Auto Tuningga kelib, ishlarni chiroyli bitkazib ketsangiz bo'ladi. Pastda nomer yozib qoldiramiz. Shu videoga bitta like bosish esingizdan chiqmasin. Salomat bo'linglar.